Biz do'stlar O'zbekistonda eng zararkunanda, eng katta kasallikka qarshi kurashyapmiz. Bu o'rgimchak kasalligidir. Yaqindan olib kelingda. 2 yasharlik ko'chatimizda mana o'sha o'rgimchak kesganmiz, o'rgimchak kana tushgan. Daraxtimiz yaxshi rivojlanib turib, bunga karbamid dorilarni solganmiz. Solganimizdan keyin bu zo'r o'sish kerak edi. Mana shu o'rgimchak kana tushib, mashg'ulot keldi. Bu o'rgimchak kana do'stlar daraxtingizni 100% nobud qilishga keladi. Oldini olmasangiz 100% nobud qiladi. Shuning uchun akalar mashqqa nomer qo'yib qo'yamiz. Bundan Insonmayt 72 dorisi bor. Buni preparatda aralashtirgandan keyin sirazi o'sha kundan sepishlarni tavsiya beraman. Juda ko'pchilik mana shu kasallik hozirgi kunda tushgan 28-may bugun. Yaxshilab borib daraxtlarni ko'ringlar. Bu kasallik do'stlar 2026-yilda bahor oyidagi mevalarga ham ta'sir qiladi. Mevali ko'ktalar shakllanyapti, ularni yeydi. Mevalaring siparsiz gibrid bo'lib qoladi. Gilos, olma, o'rik va hokazo boshqa mevalarda ham. Bitta gilosda emas, boshqa mevalarda ham tushgan. Shuni oldini olish uchun akalar, masjidga Ismoiljon nomerini qo'yib qo'yaman. O'zim ham shu dorilarni ishlataman. Telefon qilsalaring sizlarga maslahatlar beradi, qaysi dorilar sepishlarni beradi, qancha gram qo'shishlarni aytadi. Bittada xudolasa oldini olamiz. Bu o'rgimchak kasallik do'stlar preparatsiz ketmaydi, daraxtingizni nobud qiladi, o'zi bilan olib ketadi akalar. Shuning uchun tezda oldini olish kerak. Bu 2 yasharlik ko'chatimiz o'smay qoldi. Shu 3 kundayoq bilintirdi, umuman o'smadi. Buni yaxshilab Ismoiljonga olib bordik, o'rgimchak kasallik tushgan. Shuning uchun mana shu dorilarni berdi bizga. Mashqqa nom bilan qo'yib qo'yamiz. O'rgimchak kasallik bu oldini olsalar o'zlariga foyda. Daraxtlarning nobud bo'lsa yana 2 yilga yutqizsa, yana boshqalardan ko'chat olib ekishlarga to'g'ri keladi. Shuning uchun akalar sepishlarni tavsiya beraman, oldini olinglar. Daraxtlarning aniq nobud bo'ladi, effekt beradigan original dorilardan ishlatinglar. Bu dorimizni dastavka ham qilib beradi. Andijon, Namangan, Farg'ona, Quvasoylarga ham yaqin. Qirg'izistondan kesalikdan bo'ladi. Qirg'izistondan tamojnisdan 10 km, 12 km beriroqda dorixonasi bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Juda ko'pchilik so'raganiga bu videoni qilyapmiz. Vohaga Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryolarga ham dastavkani ko'proq olsalaring yo'lda qo'yib beradi. Dorini effekti zo'r beradi. Shuning uchun men maslahat beraman, oldini olish kerak kasallikni. Faqat o'rgimchak kana emas, boshqa kasalliklar va boshqa xavfli hasharotlar bor. O'shani ham oldini olishni tavsiya beraman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Bog'bon akalarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz bugunda bu kasallikni bartaraf qilmasak, daraxtimiz butkul nobud bo'ladi. Shuning uchun akalar, bu o'zimning bog'im, o'zimga ham xuddi mana shu Ismoiljondan dorilar olib sepyapman. Quvaga ham bemalol dastavka qo'yapti. Quvali akalar bemalol bizni ko'rib kuzatib boradi. Quva, Begat, Shredilli akalar bor. Bemalol chiqib, yangicha akalarimiz ham bor, chiqib o'sha boladan dorilarni olsalaring bittada effekt beradi. Juda ko'pchilik biladi o'zi. Reklama qilmasak ham. Videomiz yoqqan bo'lsa, yana like bosib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.